Kechasi ham tinchlik yo'q. Parvoz ko'chma do'kon ishlab chiqarish korxonasi mana kechasi ham do'konlarni o'z egasiga yetkazishda davom etyapti. Hurmatli obunachilar, mana Samarqand viloyati Ohalikdagi dam olish maskaniga olib kelib o'rnatdik. Mana 7 ga 3,5 razmerdagi do'konimiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, ichida elektromontaj, qurlavkalari hammasi komplekt bo'ldi. Do'konimizning razmeri 7 ga 3,5. Kimga agar shunaqa do'kon, ko'chma ofis, ko'chma uy xizmatlari kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Sizlarga shunday sifatli do'kon, ofis yoki uylarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Ishlarimiz yoqayotgan bo'lsa, like, podpiska bosib, yaqinlaringizga tarqatib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.